Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Ro. Bugun biz o'zimiz uchun oila ochamiz. Birinchi bo'lib hokimiyatga boramiz. Eventdan tushirgan bitta mashinam bor edi. Hozir o'sha mashinani sotib, keyin hokimiyatga borib oila ochamiz. Mana hozir sotib oldik. Qani endi mashinamizni chiqarib olamiz. Va mana sotildi mashinamiz ham. Va endi mashinani olib hokimiyatga qarab ketdik. Kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Ana endi borib olib videoni yoqaman. Mana kelib oldik. Hozir ichkariga kirib, oila ochishni bosamiz va oilamizni ochamiz. Oilani ham ochdik. Endi menyuga kirib ko'ramiz. Ha, mana oila ochilgan, Don oilasi. Ana endi uyga borib, uyni oilaga ulaymiz va unga mashinalar sotib olamiz. Oilani uyga ulash uchun avvalo oilaning bankiga 1 million so'm tashlab olishimiz kerak. Uning uchun bankka boramiz. Nega bu yerga keldim va oilaning nomini nega Don qo'ydim desangiz, men oldin 21-serverda o'ynaganimda shu semiyada yashar edim va hozir 38-serverda o'ynayman va o'sha uy hali ham esimda. Ana endi oilaning balansiga 1 million so'm tashlab olamiz. Oilaning balansiga ham 1 million tashlab oldik. Endi uyga boramiz va oilaga ulaymiz. Oilaning uyi shu yerda joylashgan. Hammaga xayr, sizlar bilan men Ron bo'ldim. Agar oilaga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, shu yerga kelaverasiz. Sizda semiyadagi odamlar yoki men qo'shib qo'yishim mumkin. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.